30%, 40% boshlanish to'lov qilishadi. 1 yildan 5 yilgacha foizsiz shuni olib chiqib ketishadi. O'zini pulini bo'lib to'lashga. Akalar, Mazaqsa, xalq mazaqsa aka 40 million so'm, foydasi 174 million 900 ga qo'yib yubordi. Gap. 40 million arzon. 40 million arzoniga shu turish olib ketaversin. 0% da foizlarsiz shu darajada olib chiqib ketsangiz bo'ladi. O'zini narxini bo'lib to'lashga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Polniy zapravkangiz bilan 1200 kilometr bemalol sizga yurib beradi. Gibrid varianti 7 litrgacha rasxod qiladi. 6,5-7 litrgacha. Foizsiz rassrochkaga olaman deganlar bo'lsa, boshlang'ich necha foiz bilan chiqaramiz aka? Minimal 30% boshlang'ich to'lov bilan chiqadi aka. 1 yildan 4 yilgacha bo'lgan muddat oralig'ida foizsiz bo'lib to'lashga olsa bo'ladi. Garantiyalar qanaqa bo'ladi aka? Buni aytsangiz. Hamma avtomobilda garantiya bor aka. Misol uchun 5 yildan tortib 150 ming kilometrga, bo'lmasa 8 yildan tortib 200 ming kilometrgacha garantiya berib o'tiladi. Hamma modelga ko'p. Xalqimiz kutgan kunlar kelmoqda akalar. Cherry narxlari yana arzonladi akalar. Ushbu ko'rib turgan Tiggo 2 Pro'larimizda oldini 25 million arzoniga olgan bo'lsangiz, endilikda akalar 40 million arzoniga olishingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazibek akalar kun issiq bo'lishiga qaramasdan sizlarga xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni berib o'tgani. Bugun biz Qarshi Cherry avtosaloniga yetib kelganmiz akalar. Ko'rishinglar mumkin, hamma mashinalardan nalichida tayyor. Narxlari yana arzonlasin, yana ham tushsin akalar deganlar bitta videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz esa akalar avtosalonni ichidan to'liq video obzorimizni qilib beramiz. Qanaqa mashina sizlarga ma'qul, xudo xolasa o'zingizlarga yoqqanini tanlab olishinglar mumkin va akalar hech qanaqa foizlarsiz, peniyalarsiz olish imkoniyatlari bor. To'liq ma'lumotni video davomida berib boramiz akalar. Like bosib qo'yishingiz chiqmasin. Biz esa akalar video roligimizni boshlaymiz. Asad akamizmi? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka. Qalaysiz? Tinchmisiz? Xush kelibsiz. O'zi yaxshimi? Bo'ladi. Xudo xolasa aka, biz Cherry Qarshi avtosaloniga yetib keldik. Qanaqa yangiliklarimiz bor aka? Yangilikni bugun aka bombasini ko'rsatamiz mijozlar uchun. Yangilikni umuman aka hech kim qila olmagan yangiliklarni qilib qo'yganmiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Video oxirigacha ko'rib tursa, to'liq ma'lumot. Hammasi batafsil haqida ma'lumot berib o'tamiz. Misol uchun 2 Pro, 6 Pro, 7 Pro hamma modellarimizga ma'lumotlar, yangiliklar bombasi bo'lyapti aka. Xudo xolasa nalichida tayyor hammasi. Nalichi avtokredit, rassrochka umuman qizig'i yo'q aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar bo'lmasa biz ko'pchilikka manzur kelgan Tiggo 2mizni xalq bobidan boshlaymiz. Aka, mana shundan boshlayveraylik, ha? Aka, mashinaning dodasi shu bo'ladi aka. Tiggo 2 Pro bo'lib hisoblanadi. 214 million 900 turgan avtomobilda aka mazaqsa, xalq mazaqsa aka 40 million so'm, foydasi 174 million 900 ga qo'yib yubordi. Gap. 40 million arzoniga. 40 million arzoniga shu turish olib ketaversin. Shunda akalar, mana vaqtida 215 million sotilgan mashinani 40 million arzoniga nima deyapti? Bitta foizlarigacha, avtokredit, rassrochkalarigacha tushirtiladi. Gap bo'lishi 30%, 40% boshlanish to'lov qilishadi. 1 yildan 5 yilgacha foizsiz shuni olib chiqib ketishadi. O'zini pulini bo'lib to'lashga. Akalar, xudo xolasa, buni hozir obzorni qilib beramiz. To'liq ma'lumotga ega bo'lsa, aka bitta salonlarni ham ko'rsatib qo'ying. Salonlarni ham ko'rsatsangiz bo'ladi aka. Salonlari ham polniy kojadan ishlangan. Akalar, mana avtomat korobka deysizmi aka? Monitor deysizmi? Lyuk, multimedia rul. Aka, endi bu Tiggo 2lar necha xil pozitsiyada chiqqan aka? O'zi bitta pozitsiya. Eng keyincha to'ylar shayx bo'ladi. Eng oxirgi fulli ham birinchi pozitsiyasi ham shu. Bundan boshqa pozitsiya chiqmagan. Endi bu ekonomishni deb aka ko'pchilikka o'z trendga aylanib ketdi-da bu mashina. Endi aka ko'pchilik keladi, rasxod 8 ta inomarka aka 10 ta 15 ta ichadi, rasxod ko'p deydigan mijozlar uchun aka 6 litr shahar desa 4 litr dalniga ichadi. Bunday rasxod aka mana degan Tiggo ham qiladi. Tiggo ham qilmaydi. Hozir Tiggolar ham akalar 6 ta 7 ta atrofida rasxod qilib turibdi. Bunimiz akalar dalniga 4 litr nima deyapti? Xudo xolasa, aka endi qarang, buni naqd pulga olsa va qanaqa yo'llarga olsa aka 40 million arzonga beramiz. Naqd pul, foizli yo'nalish, masalan, bank yo'nalishi orqali oladigan mijozlarimiz uchun 40 million so'm foydada, rassrochka qilib oladigan mijozlarimiz uchun 214 million 900 standartida bir kunning o'zida 30%, 40% boshlanish to'lov qilishadi. 1 yildan to 5 yilgacha foizsiz olib ketishadi. Shunda minimalni 30% bilan chiqarib bera olamiz. 30% bilan ham 40% bilan ham 1 yildan 5 yilgacha chiqib ketaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, mana xudo xolasa hamma yo'llarda olib chiqib ketishingiz. Moshinni zo'ri qalbimni quri degan mashina shu bo'ladi. Aytganda mumkin emas. Akalar, keyingi mashinamiz, keyingi model endi aka xalqda ko'nglidan joy olib bo'ldi. Joy egallagan sedan variantlarni aka doddasi shu bo'ladi. Akalar, mana sedan. Endi aka oldim, bordan o'zi ancha-muncha narsani hal qiladi-da aka buni. Shunaqa ko'rinishlari ham akalar bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli. Keyin Ariza 6 Pro
Bu qaysi pozitsiyasi aka? Bu eng oxirgi full pozitsiyasi hisoblanadi aka. 279 million 900 ta narxda chiqadi. Bundan 3 ta pozitsiyasi ham nalichida bor. 239 900 ligi va 254 900 lik. Bularni ham aka foizli, foizsiz, rassrochka, leasing, naqd to'lov usullarida bemalol olib chiqib ketaverasiz. Bularga qandaydir bir sketkalarimiz yo'qmi? Bularga ham qilib beramiz. Muammosi, siz so'radingiz, men aytaman aka 25 million so'm tandan shundan o'tib beraman. 25 million arzoniga. 25 million so'm arzoniga. Kela mana, xudo xolasa, ariza oldi ishqibozlariga 25 million arzoniga buni ham qo'yib yubordi akalar. Buni atmosfernilari ham bor aka. Bor. Atmosfernilari ham bor aka. 239 million 900 liklar. Buni ham ko'ruvchingiz bo'ladi aka. Buni ham 30-40% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha 0% da foizlarsiz shu darajada olib chiqib ketsangiz bo'ladi. O'zini narxiga bo'lib to'lashga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Mana akalar, xudo xolasa imkoniyatlar kundan kunga ko'payib boryapti. Lekin hali bunaqasi bo'lmaganda boshqa avtosalonlarga borib video qilib bergandik. Ko'pchilikning xabari bor. Xudo xolasa Asadbek akamiz bomba sketkalarni, zo'r imkoniyatlarni sizlarga yoritib beryapti. Birdan chiqarib beraveramiz. Bir kunning o'zida rang bo'ladigan bo'lsa, ranglardan ham umuman bo'lmas. Oq, qora, mokriy, yashil, sariq, ko'k desam ham chiqarib beraveramiz. Gap bo'lishi farqi yo'q. Akalar mana. Aka endi qaysi pozitsiyaga o'tamiz? Endi aka, hamma xohlagan, Jeep xohlaydigan avtomobillar uchun 7 Pro da aka. Xohlaganlar uchun mana 7 Pro doddalar, rangchalarni ham eng kamyon bo'lib, yo'q ranglardan olib kelib qo'ygan. Nardagiri rangimi aka endi bu? Bu nardagiri rangi aka, hozir 2026-yil eng trendga aylangan rang. Shunaqa ekan aka. Xudo xolasa akalar mana shunaqa rangidan ham o'zining ichida tayyor, bemalol bosib olishingiz mumkin. Bosib olsa bo'ladi. Bundan birinchi pozitsiyasi ham bor aka, ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarigacha bor. Aka endi buni narxi qanaqa? Narxlari aka o'sha eski tartibda 344 million 900 ta narxda chiqyapti. Buni ham foizli, foizsiz, leasing, naqd yo'nalishlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Agar bank yo'nalishida yoki naqd to'lov qiladigan mijozlar bo'ladigan bo'lsa, buni ham aka 25 million so'm foydasida, ya'ni 344 million 900 ga avtomobilni 319 million 900 ta narxda shuturishga olib chiqib ketsa. Bemalol olib chiqib ketsa bo'ladi. Bemalol olib chiqib ketsa bo'ladi. Xudo xolasa mana imkoniyatlar sizlar uchun bo'lyapti. Xudo xolasa kimga ma'qul bo'lsa, srojniy aloqaga maza qilsin aka, maza qilsin, xalq maza qilsin bo'ldi. Biz shundan maza qilamiz. Gap yo'q. Aka endi buni gavdasi katta. Shunga yarasha rasxod qanaqa bo'ladi deb ko'pchilik aka, rasxodni aytsam, hozir hamma o'ylaydi, yolg'on gapiryapsan, yolg'on gap. Aka, rasxodi shaharda ichida 7,5 metrgacha rasxod qiladi. Shaharda ichida. Shaharda ichida 7,5 metr. Endi Danlida qancha bo'ladi aka? Danlida aka 5,5-6 gacha ham tushadi. 5,5-6 litr. Akalar, shuncha gavdasiga qaraganda mashinamiz nima deyapti akalar? Yopiqmi? U tarafdan ko'rsataveramiz, polni akalar. Sizlarga salonlari bilan xudo xolasa mana ko'rsatib o'tamiz. Polning full pozitsiyada mashinamiz. Luklari ham bor akalar, panorama. Polni panorama tom aka. Shunday ochasiz, panorama tomchani kecha shaharda ichida aylanib yursangiz, bundan yetadigani yo'q-da aka. Aka endi qarang, buni foizsiz rassrochkaga olaman deganlar bo'lsa, boshlang'ich necha foiz bilan chiqaramiz aka? Minimal 30% boshlang'ich to'lov bilan chiqadi aka. 1 yildan 4 yilgacha bo'lgan muddat oralig'ida foizsiz bo'lib to'lashga olishsa bo'ladi. Boshlang'ich to'lovga qarab chiqaveradi. Ha, boshlang'ich to'lovga qarab oylik cho'zilib ketaveradi. Shunaqa. Gap bo'lishi mumkin emas akalar mana. Xudo xolasa kimga ma'qul bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasdan yana ham batafsil ma'lumotlarni olib yoki avtosalonga kelsalaringiz, xudo xolasa grafiklar bilan chiqarib beradi. Aka endi qanaqa modellarimiz bir ko'rsatib o'tamiz. Endi hozirgi kunda aka 7 Prolarimiz bor. 8 Prolarimiz bor gibrid variantlaridan. Misol uchun gibridlarimizdan ham olib kelib qo'yimiz, ko'ruvchingiz mumkin. 9larimiz kelgan 2 Pro, 6 Pro, 8 benzinli variant deyishadi, Ariza 8 sedan variant, sportkar mashina deyishadi, farqi yo'q. Hamma variant bor. Endi aka bularni rasxoti o'zi qoyil qoldiryapti ko'pchilikda. Aka endi gibridlar qanaqa? Gibridligi keladigan bo'lsa, aka biror marta ko'rganmiz 1300 kilometr yuradigan mashina. 1300 kilometr. 1300 kilometr yuradigan mashina. Shunda polni benzin, polni tok benzanda 1300 kilometr yuradi. Bitta zapravkada shu. Bitta zapravka bilan Toshkentga borasiz, qaytib kelasiz, yana Toshkentga ham borsangiz bo'ladi. Mana kerak bo'lsa. Mana aka, ko'rib turgan modelingiz polni zapravkangiz bilan 1200 kilometr bemalol sizga yurib beradi. Gibrid varianti 7 litrgacha rasxod qiladi. 6,5-7 litrgacha. Buni akalar ko'rinishi, gavdasi ham ancha-muncha katta qolgan mashinaga qaraganda 7 kishilik akalar bu.
Salonlarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Salon polni ko'rjadan ishlangan. Podsetkalarni o'zi aka odam yeb qo'yadi-yu buni. Mana ko'rishingiz mumkin salon holatlari. Chexollari ham yaxshisidan tikilgan mana. Yozgi kuni ham terlab ketmaydi ekan. Abduf deyiladi, abagriff deyiladi, atamanki, massaj, hamma qulaylik jihatlari bor. Head-up displeylargacha bor aka. Gap bo'lishi mumkin emas akalar. Xudo xolasa qancha komfort kerak bo'lsa, mana shu mashinadan qidiraverasizlar. Dizayniga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Oldi obusovkalari ham juda ham chiroyli. Aka, endi buni rasxoti ma'qul keldi. Narxchi. Narxiga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda aka bu avtomobilimiz narxi 449 million 900 standartda chiqadi, ya'ni 450 million so'm. 450 million. Buni ham hozirgi kunda naqd to'lovda yoki bo'lmasa foizli yo'nalishda xarid qiladigan mijozlarimiz bo'ladigan bo'lsa, 30 million so'm shu tanidan o'tib beriladi. Ya'ni 30 million so'm foydada 419 million 900 ga xarid qilib olib chiqib ketishadi. Gap yo'q ekan akalar, mana xudo xolasa. Rostdan ham ekonomishni variantini qidirib yurganlar bo'lsa, bosib yuborsangiz bo'ladi. Bemalol bitta bosib xo'jonamni xo'jatam mindirib shaharda aylantiradigan mashina. Shunaqa aylantirib yurishga hammamizga nasib qilsin akalar. Shunaqa zo'r mashinalardan olaman deb niyat qilib qo'yganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa bundan ham zo'rlarini minib yurishga hammamizga nasib qilsin akalar. Xo'p akalar, avtosalonda ko'rib turibsizlar, hamma modeldan, nalichidan, ranglar bilan tayyor. Aka, endi buni nimaga o'rab qo'yamiz aka? Ha? Bu aka bonusiga beriladigan yangilik proyektimiz. Xudo xolasa aka buni ham yaqinda ochilishini qilamiz. Bu hali hozircha surprizli model. Menimcha bu Maybachga o'xshab chiqqani bo'lsa kerak, adashmasam, ha? Maybachga o'xshab chiqqanini ko'rsamsan. Yo'q, bu Maybach variantimiz emas. Bitta variant berib o'tamiz, 7 mestali avtomobil. Bu ham. Faqat benzinli variant. Benzinli variant 7 mestali. Maybachga o'xshab chiqqan modelimiz mana ko'rib turgan modelingiz aka, Tiggo 9 Pro. Haqiqiy maxluq akalar bu. Haqiqiy maxluq. Bitta ko'rganda o'zi odamning ko'nglidan joy topadigan mashina. Akam rangchasini o'zi ham ancha buncha odamni kasal qiladi. Bu rang adashmasam faqat Mercedes BMWlarda ko'rganman akalar. Boshqa mashinada bunaqa rang ko'rmaganman. To'g'risi, siz qanaqa mashinada ko'rgansiz, xuddi shunaqa ranglarini kommentariyada yozib ketasizlar. Xo'p aka, endi buni qanaqa xususiyatlari bor aka? Ko'rib turgan avtomobilingiz Tiggo 9 Pro 2 li turbina motor, 437 ta o't kuchi, har bitta balonning kamida 100 tadan o't kuchi bor. 100 tadan. 100 tadan. Diskalarni o'zi ham aka ko'rgan bo'lsangiz Rolls-Royce diskalari bilan bir xil dizaynda chiqqan. Shunaqa. Salonlarning ichini ko'rsatib o'tgan aka, ruchkalarini o'zi ham odamlar yeb qo'yadigan joyida. Salonning ichini aka, salonning ichiga keladigan bo'lsangiz, umuman aka boshqa dunyo. Charchab kirgan odam Masajdan qo'shasiz aka, beg'i xohlang Amerikaga qarab ketavering. Masajni qo'shib qo'yib ketaverasiz aka bu yoqqa. Kayfiyat ko'taradigan mashina desak ham bo'ladi akalar, ichkariga kirib maza qilib olasizlar. Mashinani zo'ri aka, eng zo'ridan bundan ham zo'ri topa olmasangiz kerak. Buni qarang. Ochilishlarini qarang aka buni. Bitta knopkani bosasizlar. Bitta knopkani и всё aka. Akalar, diska o'rindiqlari ham bor orqada. Bemalol buni yotqizib, bagaj o'rinda ham foydalansa bo'ladi. Bemalol bagaj deysizmi aka, bemalol buni ichida yotib ketsangiz ham bo'ladi, uxlasangiz ham bo'ladi. bo'ladi. Aka, bu polni benzinda yuradi, ha? Bu polni benzinda yuradi aka. Ko'rib turganingizdek 92 plus и propandan ham ketaveradi. Propandan uстановka qilsa bo'ladi. Propandan uстановka qilsangiz bo'ladi aka bunga. Endi aka, rasxodlariga keladigan bo'lsa, rasxodlar shahar ichida 9,5 litrgacha ichadi aka. Polni привод bo'lganiga nisbatan. Endi aka, shunga yarasha bu rezultatni ham beradi aka, boshqa. Endi aka, buni haydaydigan bo'lsangiz, ancha-muncha mashinalarni shaharda aka choyini ichirib qo'yasiz. Gap yo'q lekin. Akalar o'z bemalol olib, to'ylarga, kortejlarga ham bosib olsangiz bo'ladi. Hozirchalik nomer 1 akalar bu Cherryda. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Aka, buni narxi qanaqa endi? Buni narxi hozirgi kunda aka 539 million 900 standartda chiqadi. Bunda ham foizsiz, foizli yo'nalishlar hammasi bor. Bunda ham chegirma, bonuslar, hamma narsasi bor aka. Umuman xotirlanmasdan kelaversin. Bemalol kelaverasizlar akalar, xudo xolasa kimga qanaqa yo'llari ma'qul bo'lsa, o'zingizga mos kelganini tanlab olasizlar. Endi aka, bu mashinalarni ko'rsatdik. Garantiyalari qanaqa bo'ladi aka? Buni aytsangiz. Hamma avtomobilda garantiya bor aka. Misol uchun 5 yildan tortib 150 ming kilometrga, bu 8 yildan tortib 200 ming kilometrgacha garantiya berib o'tiradi. Hamma modelga ko'rib. Hamma modellarimiz. Hamma model. Xohlasa
Propanlarimizni ustanovka qilib beramizmi aka? Servis. Propanlarni ham ustanovka qilib beramiz aka. Servis tomonidan ham umuman muammosiz aka. Ko'p kommentariylar ko'rib o'tyapman aka. Zapchastlardan ham umuman xotirlanishmasa bo'ladi aka. Hamma zapchastlari bor hozirgi kunda o'zimizda. Hozirgi kunda akalar polni yetib kelgan o'zimizga. Qanaqa zapchasi kerak bo'lsa, qanaqa zapchasi kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma zapchasi bor aka hozirgi kunda. Bemalol kelishadi, xarid qilishadi. Mijozdan ko'p o'ylayapti aka, hozir mashina xarid qiladigan bo'lsam, menga mahalladan dokument kerak, oylik ish haqi kerak, spravka kerak, bo'yda oliy spravka. Undan aka hech qanaqa hech narsa kerak emas. Pasport olib kelishadi, boshlang'ich to'lov bo'ldi. Birdan mashinani rasmiylashtirib chiqib ketishadi. Eng muhimi akalar, mashinani olgandan keyin 3 yil, 5 yil servis xizmatlari tekin bo'lgandan keyin akalar maza qiladigan joyimi? Xudo xolasa akalar, usti yurmaysizlar ko'chada. Servis xizmatlari hammasi o'zini ichida bor aka. O'zini ichida. Endi manzilga keladigan bo'lsak, manzilda ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Qarshi Yerqo'rg'on bozor Sofka zapravkasidan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan Ademaster Cherry Qarshi avtosaloni. Bemalol kelishadi, bir kunda ertalab kelsa, obedgacha, obedga kelsa, kechgacha bemalol chiqib ketishadi, ishlarini bitirib. Akalar, mana tashqaridan bitta ko'rsatib qo'yamiz. Manzillarimiz kun issiq, o'shaning uchun sizlarga bemalol shoshilmasdan video qilish uchun avtosalonni ichidan oldik. Akalar, mana tashqarida ham mashinalarimiz xohlagancha turibdi akalar, mana ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa, endi bu tarafdan kelsa, chap qo'ldan kelsa, Yerqo'rg'ondan keladi. Chap qo'ldan keladigan bo'lsa Yerqo'rg'on, bu tomon Shayxalimoz, Koson ketish trassasida o'rtada joylashgan aka. Akalar, yulduz ustida mana Cherry avtosaloni katta qilib yozilgan, bemalol ko'zinglar tushadi. Abez yo'lda joylashgan. Xudo xolasa bemalol kelasizlar. Bir dona like bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar, mutlaqo tekin. Kommentariyada fikrlarni yozib qoldiring. Asadbek akamizga kelsanglar, Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz aka. Chiroyli qilib chiqib beramiz aka. Agar siz orqali keladigan mijozlaringiz bo'lsa, qo'shimcha bonuslariga chiqib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas aka.